va aytib o'tgandi matbuot anjumanida futbolchilarim mana bu yerda xavfli chiqdi. Shu yerda yiqitib yubormaslik kerak edi. Shu odam Samervil O'rozov uni chalib yiqitdi, ulgura olmadi. Va borib uzr so'rayapti. O'tib ketsin edi. Kanavaro aytib o'tgandiki, o'sha 90 daqiqa bir xil tempda jamoam yugurishini xohlamayman. O'sha temp o'zgarishi, zamonaviy futbol. Shunga tayangan holda aytayapmanki, balki mana shunday chaqmoqlar bo'lar o'yinimizda. Zo'r ochildi. Birinchi o'tkazib yubordi, keyin esa ulgura olmasdan Abduqodir Husanov uslubida to'xtatishga urindi, lekin bo'lmadi. Oyoqqa tepdi. Xavfli o'ynabdi lekin ostan. Samervil o'rnidan turdi, jarohat olmadi. Gakpo tepmoqchi, jamoaning asosiy yulduzi. Hujum chizig'idagi eng asosiy futbolchi baribir va bizning darvozabonimiz ushbu to'pga hozir qarshilik ko'rsatadi. Balkim olar, seyf qilar, hayron qoldirar hammani. Saralashda ikkita seyf ko'rgandik. Ruxsat. Sal qoldi. Qaytargandi-yu, faqat yarimta gol bo'ldi. Chunki va yarimta seyf bo'ldi. Yo'nalishni topdi, to'pga tegdi, lekin o'ta kuchli edi zarba, o'zi sezilib turgandi Gakpo kuch bilan tepishi. 1-0 Niderlandiya oldinda haqqoniy penalti tan olish kerak bo'ldi. E'tiroz yo'q. O'rozov uchun xulosa chiqarishga yaxshi epizod. Boshqa jahon chempionatida bunday xatolar qimmatga tushadi. Va aynan shu chiziq hali muhokamada deb aytib o'tildi boya. Shu pozitsiya. Yo'l-yo'laki o'tkir reaksiya ham ko'rsatishga ulguribdi. To'p Igor Sergeyev tushgandan keyin bor imkon ikkinchi qavatda kurashishga. Hatto Niderlandiya o'ynayotgan bo'lsa ham ikkinchi qavatda urib oladi deb hisoblashyapti. Bitta Doston. Voy, yana Doston. Sherzod, shu yerdan. Shu yerdan. Yoqan kombinatsiya. Mazgavoy. Yaxshi imkon. Igor! 1 gol. O'yindan urdik Niderlandiyaga. Yaxshi. Ana hujum va ana hujumchimiz. Igor epizodni topda bitta teginishda hal qildi o'z uslubida. Qoyil. Himoyada yotib olmaydimi Gollandiya deganlari, biz vaziyatdan foydalanamiz. Endi maqtansa bo'ladigan daqiqalar urib oldik. Vaqtda hozir ayni vaqtda emotsiyalarni chiqarib olaylik biz ham. Penaltini evaziga olgan vaziyatimiz. Ikkita o'yindan beri kutayotgan golimizda emotsiyalarni chiqarib olaylik do'stlar, to'g'ri tushunasiz? Ya bu arziydi. Ajoyib. Yo'q, offside. Zo'r. Hammasi yaxshi o'ynaldi va raqib oyog'ida keldi. Qoyil Samervil. 1-1. Xo'sh, endi Niderlandiya nima qiladi degan savol. Aqlli o'ynaganini qarang, Sergeyev darvozabonni ko'rib, sekingina nariga burchakka yumalatib. Igorok urdi. Ha? Urdi demoqchiman. Katta afsant yo'qmi? Bir